Assalomu alaykum Yevropa Gaz obunachilari. Endilikda bizni Yevropa Gazga kelib, bemalol sizlar kredit asosiga gaz qo'yishingiz mumkin. Kreditga bitta pasport evaziga chiqarib beramiz. Hech qanaqa zalog, hech narsa kerak emas. Faqat qarzdorliklaringiz bo'lmasa bo'ldi. MIBdan bitta pasport evaziga kreditga gaz qo'yib beramiz. Xo'sh, aytib o'tamiz. Bu avtomobilimiz Soyuz avtomobili 1.6 jida sistema bilan jihozlangan avtomobilimizga 70 talik gaz ballon o'rnatib berganmiz va gaz ballon turishlari ham ideal bo'lib turibdi. Hech qanaqa gaz ballonlar ko'rinmaydi. Oldin bu avtomobilimizga 61 talik gaz ballon o'rnatib berardik. 11 million so'mga, bu avtomobilimizga 11 million 500 ming so'mga Yevropa Gaz brendi bilan ustanovka qilib berdik. 2 yil elektronikasiga kafolat beramiz, 40 ming kilometr reduktor ishlariga garantiya qo'yib beramiz. Ikkinchi avtomobilimiz Haval avtomobilimizga 60 talik gaz ballon qo'yib berdik. O'zini poliklari ham ideal bo'lib turadi. 60 talik gaz ballon ideal bo'lib turibdi. Bu avtomobilimizga 6 million so'mga ustanovka qilib berdik. Ustanovkaning narxi 4 million 800 ming so'mdan boshlanadi. Qo'yiladigan jihozlariga va ballonlarga qarab ustanovkani qilib beramiz. Oldiga qo'yilib o'tilgan jihozlarni ko'rsatamiz. Avtomobilimiz motor qismiga Yevropa Gaz brendi bilan ustanovka qilib berganmiz. Bu tomonda reduktorlarni o'rnatganmiz va injektorimizni krishkasining tagiga chiroyli montaj qilib berganmiz. Montajga e'tibor berasizlar. Antipress aylanishini inomarkalarga основной через pechka tranik bilan ulab berish kerak. Bu avtomobilimizga Alex brendidan Polshada ishlab chiqarilgan, ko'pchilik Xitoy dedi. Bu aslida italyanskiy Polsha melar bilan ustanovka qilamiz. Polshada ishlab chiqarilgan Alex Nano blok planiyasini o'rnatib berganmiz. Krishkasining tagida o'zimiz заводской keladigan filtr injektorlarini ustanovka qilib berganmiz. Bu tomonda Nordic italyanskiy reduktorimiz, orqa qismida zapravka joylarini termotrubkalar bilan montaj qilib berganmiz. Ustanovkasining narxini 6 million so'mga o'rnatib berdik.